Assalomu alaykum akalar. Bugun eksperimentimizda 5-kuni Xudo xolasa qo'ylar yaxshi o'zgarishi. Mana hozirgi eksperimentimizdagi qo'yimiz va mana ikkinchisi ip bilan baylab qo'yganmiz. Bunisi endi ikkita sari borligi uchun bittasi toshni ajratib olaman. Yeyishini ko'ryapsizlar. Oxirida ham yeb qo'yaman deyapti. Shunaqa zo'r yerkanki atxot. Bugun qishga tayyorgarlik, hamma yoq ivirsib, mana bunday qilib hamma yoq alg'ov-dalg'ov yotibdi. Shuning uchun ahamiyat bermaysizlar. Plyonka bilan yopyapmiz. Uzunligi 35 metrlik bo'lgan joyda polностью yopamiz. Issiq bo'lsa kerak. Qo'ylar sovqotganligi uchun yopmasak bo'lmas ekan. Ko'pchilik aytdi kommentariyada yopib qo'yish kerak, baribir sovqotadi deb. Shuning uchun qishki mavsumga plyonkalarni yopyapmiz.